Tak, darsimizni boshlaymiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugun yuborma o'z bo'yicha 3-darsimiz. Bugungi darsimizda target orqali tushgan lidlarimizni real vaqt rejimida Telegram guruhga to'g'ri olib o'tishni o'rganamiz. Endi qarang, bu yoqda yana nazariya qilsam, bizga nimalar kerak buning uchun? Demak, Facebook akkauntimiz kerak. Buni o'tgan darsimizda bog'lab oldik. Agar sizda mana bu ulanishlar bo'limi mana bunaqa holatda tayyor bo'lmasa, ikkinchi darsni ko'rib, buni mana shunaqa holatga keltirib oling. Undan keyin bizda kerak emas bizga hozir. Demak, Telegram guruh kerak, to'g'rimi? Facebook orqali tushgan lidlarimizni qanaqadir Telegram guruhga olib o'tamiz. Demak, birinchi ishimiz bizda avval o'sha Telegram guruhda yaratib olish bo'ladi. Telegram messenjerini ochamiz. Bu yoqda Telegramda bizda yangi guruh yaratishimiz kerak. Uning uchun meni hozir MacBookda mana bunaqa ko'rinishda va bu yoqda new group tugmasini bosamiz. Shu bilan bizda yangi guruh yaratish funksiyasi ochiladi. Demak, bu guruhga kimni qo'shmoqchimiz? Mana shuni belgilashimiz kerak. Bu yoqda hozir men birinchi o'rinda yuboraman botni qo'shishim kerak. Nima uchun yuboraman botni qo'shaman? Chunki o'sha bot avtomatik tarzda mana shu guruhga real vaqt rejimida tushgan lidlarni yuborib berish uchun shu botni qo'shaman. Undan keyin davom etish tugmasini bosamiz. Mana bu yerda guruhga nom berishimiz kerak. Misol uchun A loyiha lidlar deb qo'yaman. Misol uchun endi bu yerda siz o'zingiz loyihangiz nomi, misol uchun Al-Fajr Premium loyiha lidlari yoki qanaqadir. Yana misol uchun bu yoqda add member tugmasini bosib, shu loyihaga tegishli bo'lgan boshqa odamlarni qo'shishingiz mumkin. Mana misol uchun sotuv menejeridagi operatorlar, sotuv menejeri boshlig'i, rob, xullas, o'zingiz bilasiz, loyihasiga tegishli bo'lgan odamlarni qo'shib lidlarni ko'rib turish uchun ruxsat berishingiz mumkin. Create tugmasini bosaman. Shu bilan bizda guruh tayyor. Guruh tayyor bo'lgandan keyin bizda keyingi qilinadigan ish mana shu guruhda chat ID'sini olib olish kerak. Chat ID'si aynan o'sha ma'lumotlarni mana shu guruhga yuborish kerakligini bildirib turadigan ID hisoblanadi. Uning uchun mana bu yerda botni chaqiramiz. Mana bu belgini yozsangiz o'zi start degan buyruq bor. Shuni bosadigan bo'lsak, bizda mana bu Telegram botdan yuboraman o'z bot orqali chat ID'si beriladi. Mana shu chat ID'ni nusxa ko'chiramiz va integratsiya qilishni boshlaymiz. Integratsiya qilish uchun qarang, bizda bo'limlar bor. Bu yerda hozir bizda dars o'rganish jarayonida bo'limlarni tushunib ketamiz. Integratsiyalar degan bo'limga kiramiz. Uni ulash uchun mana shu yerda integratsiya degan bo'lim kerak bizga. Mana bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan integratsiyalarni tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Hozir mana misol uchun bizda Telegram, Google Sheets, Bittrex tursin. Shular kerak. Misol bularni ham qo'shadigan bo'lsangiz, mana bu yerda CPI saytlar bor. Bular hozir paka kerak emas bizga. Bularni ham qo'shadigan bo'lsangiz, mana bu yerda ro'yxatda ko'rinadi integratsiya qilib turganimizda. Hozir faqat shular kerak. Shuning uchun shularni saqlab qo'ydim. Mana bu yerda xohlagan vaqtingiz buni o'zgartirsangiz bo'ladi. Demak, undan keyin yangi integratsiya tugmasini bosaman. Yangi integratsiya bosganimda manbani tanlash. Manba degani mana shu tushayotgan lid bizga qayerdan keladi? Qayerdan keladi? Shuni belgilashimiz kerak. Bu yerda mana Facebook akkauntim bor, Bahodir Siddiqov. Shuni tanlayman. Undan keyin Facebook akkauntimni tanlaganimdan keyin shu akkauntimga tegishli bo'lgan sahifalar va formalar bu yerda ko'rinishni boshlaydi. Sahifa tugmasiga bosamanda o'zimga kerakli bo'lgan sahifani bu yoqdan tanlayman. Mana misol uchun, bizda birorta sahifa bormikan? Shu yuboran o'zi bilan ulanmagan. Travel xonani tanlaylikchi. Bu yerda escrow formani tanlayman. Mana bu formani tanladim. Demak, forma maydonlari yuklandi deyapti. Mana formani tanladim. Travel xona degan formada sahifadagi mana bu formani tanladim ulash uchun. Undan keyin asosiy sozlamalar bo'limida mana shu integratsiyamizga nom berib qo'yishimiz mumkin. Bu nom faqatgina mana bu yerda orqa fonda ro'yxatda chiqib turadigan o'zimiz uchun bildirgi xolos. Undan keyin mana bu chat ID muhim joyi, mana shu chat IDga biz boya nusxa ko'chirib olgan chat IDimizni qo'yamiz. Mana hozir qo'ydim. Agar sizda bu qo'yilmasa, Telegramga o'tib, mana bu chat ID nusxa ko'chirib, bu yoqqa olib kelib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin maqsadli sayt degan joyi lidlarni qayerga yuborilsin, ya'ni qayerga yuborilishi mana shu yerda tanlashimiz kerak. Demak, mana bu yoqda mana Telegram turibdi, Bittrex 24, Google Sheets turibdi. Men hozir Telegramga o'tkazishni o'rganyapmiz, shuning uchun Telegram tanlayman. Telegram tanladim. Undan keyin mana bu xabar maydonlari. Xabar maydoni degani o'sha bot sizga qanaqa formangizdagi qaysi maydonlarni olib bersin. Mana shularni sozlashingiz kerak bo'ladi bu yerda. Mana hozir turibdi. Birinchi savolimiz qayerga sayohat qilmoqchisiz degan savol ekan. Mana shu holatda qolsin bu. Undan keyin qaysi oyda sayohat qilmoqchisiz deydi. Mana bu yerda savol, undan keyin qiymatiga mana bu formangizdagi maydonlar e'tibor bergan bo'lsangiz, qaysi maydon to'g'ri kelishini o'zi avtomatik birinchi tanlaydi.
Undan keyin mabodo o'zgartirishingiz kerak bo'lsa o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana ismi, telefon raqami, undan keyin mana bu yerda fon nomerlar, bular avtomatik to'ldiradigan maydon. Buni paka menga kerak emas, agar sizga kerak bo'lsa yonib qoldirsangiz bo'ladi. Undan keyin mana bu yerda lead ID, form ID degan tracking parametrlari keladi. Agar sizga mana shular kerak bo'lsa, qoldirishingiz kerak. Agar kerak bo'lmasa, o'chirib yuborasiz. Mana misol uchun menga lead ID kerak emas, form ID kerak emas, reklama ID kerak emas. Undan keyin qarang, bu yoqda add name kelyapti. Add name degani sizni reklama kreativingiz nomi. Reklama sozlayib turganda e'tibor bergan bo'lsangiz, bundan avvalgi darslarimizda biz reklama nomiga o'sha kreativdagi hookni yozib ketamiz. Ya'ni videoni qanaqa boshlanishi haqida ma'lumot berib ketamiz. Misol uchun, aprel oyida Antaliyaga sayohat qilishni xohlaysizmi degan kreativingiz bo'lsa, mana shu yerga add name tanlab qo'ysangiz, mana shu leadingiz mana shu reklamadan tushayotganini bilishingiz mumkin. Mana shu add name'ni qoldiradigan bo'lsangiz. Hozir demak menda kerak emas bu, shuning uchun o'chirib yuboraman. Undan keyin adset ID turibdi. Adset ID ham kerak emas. Mana adset name kelyapti. Adset name degani gruppa объявленiyamizning nomi. Odatda gruppa объявленiyamizga nima deb nom beramiz? O'sha biz qanaqa auditoriya tanlagan bo'lsak, o'sha auditoriyaning nomini berib qo'yamiz. Misol uchun, Brod, Toshkent 18-45 ayollar. Mana shu nom bu yoqda reklama orqali lead tushganda mana shu bizga ko'rinadi. Mana shu auditoriyangda lead tushdi degan ma'noda. Hozir menga bu ham kerak emas, o'chirib yuboraman. Company name ham kerak emas. Source degani lead qaysi metaga tegishli bo'lgan platformadan tushdi. Instagramdanmi, Facebookdanmi, Audience Networkdanmi, Messengerdanmi, qayoqdan tushdi? Mana shuni bizga ko'rsatib turadigan maydon hisoblanadi. Undan keyin mana bu yerda o'chirgan maydonlarimizni qaytib qo'yishimiz mumkin. Shu bilan integratsiyamiz bo'ldi. Juda ham oson. Saqlash tugmasini bosadigan bo'lsak, biz Facebook mana bu formamizni Telegram guruh bilan muvaffaqiyatli bog'ladik. Endi mana bu guruhga tushgan leadlarimiz real vaqt rejimida tushishni boshlaydi. Uni sinab ko'rish uchun, tushyaptimi yo'qmi aniqlash uchun nima qilamiz desangiz, bu yoqda Facebookda maxsus dasturchi tanlamalari degan instrument bor. Hozir shuni ochaman. Demak, Developer Facebook Tools deb yozsangiz, katta ehtimol bilan chiqadi. Qidiruvga berdim mana. Tak, internet ozgina slabim. Yo'q, chiqdi uje. Mana kiramiz birinchida chiqqan saytga. Bu yoqda bizga kerakli instrument mana bu yerda Lead Ads Route Debug Tool degan instrument. Bu degani leadlaringizni API ga yoki CRM ga to'g'ri yuborayotganligini yoki qabul qilayotganligini tekshirishingiz mumkin degan o'z nomini yozib qo'ygan. Shuni bosamiz. Undan keyin mana shu yoqda aktiv turgan Facebook akkauntimizga tegishli bo'lgan formalarni bu yoqda tanlashimiz kerak va sahifalar va formalarni tanlashimiz kerak. Hozir biz Travelxona degan sahifamizdagi mana bu formamizni tekshirdik. Top of Funnel Form Quality degan formamizni yuboraman, o'z bilan bog'ladik. Shuning uchun mana shu formani tanlayman. Bu yoqda formani tanlaganimda bu yoqda avtomatik mana shu sahifamga, mana shu formamga qanaqa servislar ulanganligini bu yoqda ko'rsatadi. Mana bu yerda ammo CRM noto'g'ri ulangan ekan, ko'rib turishingiz mumkin. Hozir ishlamayapti ekan bu. Undan keyin mana yuboraman, o'z to'g'ri ulanganligi uchun bu yoqda to'g'ri galochkasi chiqib turibdi. Undan keyin mana bu yoqda Create Lead degan tugmani bosishim mumkin yoki Preview Form degan tugmani bosib, mana shu formaga o'zim testli lead qoldirib ko'rishim mumkin. Hozir mana forma ochilishi kerak. Tak, yo'q, forma ochilmadi. Yo'q, ochildi mana. Qayerga sayohat qilmoqchisiz? Yaponiya. Qaysi oyda sayohat qilmoqchisiz? Bahor oyida. Necha kishi? Deylik, faqat o'zim. Ismingiz, test lead deb qo'yaylik. Test lead. Telefon raqami. Shu telefon nomer. Продолжить bosaman. Bu yerda avtozaполнение formamiz. Davom etishni bosib, yuborishni tanlayman. Lead tushdi mana uje, lead keldi dedi. Mana bu yoqda bizga Telegram Messenger orqali mana xabar keldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, guruhga o'tadigan bo'lsak, mana bizga mana shu lead real vaqt rejimida kerakli guruhimizga tushdi. Ma'lumotlari mana xuddi o'sha biz to'ldirgan, biz sozlagandek bu yoqqa kelib tushgan. Source degan joyga e'tibor bergan bo'lsangiz, test deb qo'ygan, yuboraman o'z tomonidan. Bu ham testligi bilganimiz uchun test deb yozib qo'yilgan. Agar sizda reklamangiz yonganda real vaqt rejimida Instagramdan tushsa Instagram, Facebookdan tushsa Facebook deb mana shu yerga bu ma'lumot ham keladi. Tak, shu bilan bugungi darsimiz oxiriga yetdi. Telegram guruhga leadlarni real vaqt rejimida tushirishni o'rganib oldingiz. Keyingi darsda, xudo xolasa, Google Sheets'ga leadlarni to'g'ri olib o'tish bilan shug'ullanamiz.